Kommentariyalarda yozib ketishsizlar siz haqingizda. Maşallah zo'r. Necha puldan aytyapsiz bahosini ukaxon? 9 million so'm. Bunisigachi? 11 million so'm aytyapsiz. Necha pul? Tushuning? Necha pul? Bolani ko'proq oling aka emas bolani. Eski boy bo'ladi mana. Adolatli boy degani mana shu bo'ladi mana. Bo'l. Nima bo'ldi barakasi? Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva sevar akalar, ukalar. Bugun hafta kuniga payshanba 26 fevral. Ramazon kunining 7-kuni. Hurmatli kuzatuvchilar, videolarimizni kuzatishda davom eting. Bittadan dahshatli layklarni bosib qo'yib turamiz. Xudo xolasa bugungi kunga ikkinchi videomiz boshlanyapti. Bu ikkinchi videomiz naslli qo'ylar, boqma qo'chqorlar. Taroziga necha kilodan keldi, barakalarga necha puldan bo'ldi. Shunaqangi videolarini, ma'lumotlarini olib sizlarga video qilamiz. Xudo xolasa sizlar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bittadan dahshatli layklarni bosib turinglar. Biz sizlar uchun bozorda xudo xolasa shunaqangi ko'rsatishni boshlaymiz. Eslatib qo'yamiz, biz Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston chorva bozoridamiz. O'zbekiston chorva bozorimizga turli nuqtalardan, viloyatimizning turli nuqtalaridan, qo'shni viloyatlardan ham xudo xolasa naslli qo'ylar keladi, naslli qo'chqorlar, baqva qo'chqorlar keladi. Shularning videolarini olib sizlarga ko'rsatib, navolar bilan tanishib ketamiz. Kanalimizda yangi bo'lganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu o'zingizga foydali sababi bizni kanallarimizdagi videolarni birinchilardan bo'lib olishingiz kerak. Birinchilardan bo'lib ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, biz videolarni ko'p kutmasdan so'raymiz, narxlarni so'rab qiziqib boshlaymiz. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? 4,5 dan so'rashyapti. 4,5 million so'mdan to'roviga so'rayapti aka. Bittasiga xolos. Ha, bittasiga xolos. Bularni necha puldan baho aytyapsiz to'roviga? 5,5 million so'mdan baho aytyapti. Telefon raqamlarimiz bormi aka? Necha oylik qo'chqorlar bular o'zlar aka? 6 oy, 7 oy, 8 oylik qo'ylar. Bo'lsa, hayitga pichoqqa yaraydigan qo'chqorlarda. Telefon nomerlar 91 kodi bilan 423 493 07 26 raqamlariga akalarimizga aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa, shunaqangi asarti qo'chqorlardan ushlab turibdi. Dastlabkilarimiz bor aka? Bor. Zo'r. Assalomu alaykum. Yarimga beray endi. Kekkayib, gerdayib turgan qo'chqorga nima deysizlar? Hurmatli kuzatuvchilar, bitta bo'lib turibdi bozorda. O'zi ham bitta ekan, aka. Necha pul baho aytyapsiz? 5,5 million so'm baho aytyapsiz. Dehqonchilikmi bu yog'i? Maşallah. Bormi shunaqa chiroylilaridan bormi yana? Bor. Qayerda qo'yasiz aka bu? O'zimizda Segizaqumdagi. Ha, maşallah. Quloqlarni ko'rib ko'rasizlar. Bu yoqda tag'ma yo'qligi. Naslga deganga naslga, urukka deganga urukka, qo'ylarimga qo'shaman deganlariga bo'ylari taxminan 70-75 sm atrofida, vaznga, tiri vazniga 80 kg atrofida chiqadi. Meni taxminim. Hurmatli kuzatuvchilar. Necha pulga bermaysiz o'zi aka bozori? 5 million 200 ga berilmadi. Ustiga yursa berib yuboramiz. Aytib qo'ying telefon raqamlarini. Yana bor deyapsiz, ularga ham xaridor chiqadi. Bag'as. Maşallah. Gapi. Shunaqangi go'zal qilib, chiroyli boqib, olib chiqish nasib qilsin, hurmatli kuzatuvchilar. Bozorga yoki qassob akamizga berib yuborsangiz ham go'zal holatdagi qo'chqorlarda. Maşallah. Assalomu aka. Assalomu alaykum. Necha puldan aytilyapti aka qo'chqorlarga baholar? 7 million so'mdan aytilayotgan qo'chqorlarimiz. Vaznlari taxminan 90-95 kilo atrofida. Shunaqa aka? Yo undan balandmi? Pastroqmi? Mayli, 80 dan boshlab aytaylik, ha. Tiri vaznga shunaqa. Qo'chqorlar. O'zi qo'y. Necha oylik bo'ldi bular aka? Yoshiga yetib qolay dedi. Yoshiga yetib qolay dedi, mana. Maşallah. Zo'r. Necha puldan so'radi o'zi bozor aka bularni?
5,5 million so'mdan 11 million so'm so'radi bozordan. Shunaqangilardan bormi aka, yana qo'ramizda? Bor. Telefon nomerini aytib beramizmi? 95lik 111 08 40 raqamlariga akamizga aloqa qilish ko'rasizlar. Do'angi go'zallardan simjillardan aloqa. Dehqonchilik. Maşallah. Hocaga charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Chiroylilardan sho'yapsiz. Nasl ishqibozlariga, urug' ishqibozlariga o'zi sog'liqlarni baqib qo'chqordan ko'paytirib, qo'chqorni go'shtini yeb yotadigan akalarimizga mana tavsiyada. Xudo xolasa, qulog'i shalpangidan deganiga shalpangida, sarig'idan deganiga sarig'ida, hali qo'zi bo'lsin deganiga qo'zichoqlaridan. Hurmatli kuzatuvchilar, och endi o'zingiz ochib bermasangiz men ocha olmayman ekan. Maşallah. Maşallah. Neç pulgacha baho aytdingiz bularga aka? Bularga yaqinda 15 million deyapman. 15 million so'm baho aytyapsiz. Kami bor. Bozor nech pul qildi hoji aka? Bozorni hozircha so'ramadi menda. Bozor so'ramadi. Nech pulga berib yuboramiz so'rab qolsa aka? 13 milliondan chiqib bo'lsa berib yuboramiz. 13 million ustiga yursa berib yuboramiz ikkovsini, ha? Telefon nomerini aytib beramizmi? Sotilmay qolsa bozorni aytamiz. 94lik 381 89 29 raqamiga. Andijon shahar. Agar bugun bozordan keyin telefon qilib ko'raverasizlar, xudo xolasa, videolarimiz bozor tugashiguncha qo'yiladi. Sotilmay qolsa mana shu qo'chqorlar bo'ylari 75-80 sm atrofida, vaznga 100 kg pastida. Hurmatli kuzatuvchilar. 80 plus minusi. Maşallah zo'r. Mana aka. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Qo'chqorimizga nech pul baho aytilyapti aka? Savdosi nech pulga bo'lyapti akalarim? 6 million 200 ming so'm beryapsizlar. Nech pulga berib yuboramiz aka? Nech pulga berib yuboramiz hoji aka? Sizlar ikkovi siz beryapsiz-mi? Kimning qo'chqori bu? Siznikimi aka? Siz nech pul baho aytyapsiz aka? 7 million so'm baho aytdilar. Maşallah. Bola nech pul savdo bo'ldi? Naq o'zi ham poltaxtada turgan ekan-a? Zo'r. Lekin bo'ldi. Yaxshi ko'rsatishga harakat qilamiz. Charchamayapsizlarmi aka? Qaysi biriga bo'lyapti bozori? Oling bir ikkitasini. Dadajon aka qo'yib yubordi, qo'yib. Nech pulga bo'lyapti aka bozor? Ularni so'yib 2 so'yapman. Kiloga 83 ming so'm bo'ladi. So'yib so'z beradi. Yaqin Mana qo'chqorimiz, hurmatli kuzatuvchilar. Oltin chorva kanal. Oltin chorva. Ha. Shunaqangi assortiment qilib boqishlar nasib qilsin. Hozirga charchamayapsizmi o'zingiz? Salomatmisiz? Charchamay. Yaxshimisiz? Qo'chqorlarga nech pulgacha baho aytyapsiz aka? Hammasi 9 dan standart kami bor. Buni oxirgi piki nech pulga to'xtadi? Taroziga so'rashyapti. 83 ming so'mdan taroziga bitmadi. Hurmatli kuzatuvchilar, kommentariyada yozib ketinglar. Shu qo'chqorimiz taxminan nech kilo keladi? Meni taxminim bo'yicha 110 dan yo'q, 100 kilo pastida. 110 devorman. Omana dumba bor. Dumbasi 25 kilo bor. 90 kiloga berib yuboraman qo'lyapman aka. Aka, telefon nomerini aytib ketamiz YouTube'ga.
YouTube'ga telefon nomerlarini aytib beraylik. 90lik 547 71 19 raqamlariga akamizga aloqa chiqasizlar. Qo'chqorni mana shunaqa standartlaridan so'raganlarga mana tavsiya. Urug' olaman degan, soliqqa qo'shaman deganlarga ham zo'r variantda. Maşallah. Bo'ynidan to'lib ketganidan so'raganlarga mana bu. Akamiz nech pul baho aytyapsiz? Assalomu alaykum. 11 millioncha kami bor deyapti. 11 milliondan o'tib beriladigan holati bor. Bunisigachi? Bunisiga ham. Taroziga 85 dan bo'lyapti. 85 dan taroziga bo'lyapti savdosi. Zo'r. Bariga topganmiz kelyapti. Ko'p so'ramayapman. Hozir deganim yo'q. Hozirmiz. Nech pul? Tushuning? Nech pul? Qolani ko'proq oling aka masalani. Eski boy oladi mana. Adolatli boy degani mana shu bo'ladi mana. Bo'l. Nima oldi? Bo'ldim barakasi. 90 keladi. Bo'ldim barakasi. Nech pullanga? Turishiga bo'lib ketdi. 7 million 200 ming so'm turishiga bo'ldi bahosi. Maşallah. Zo'r. Qirg'izistonning zo'llaridan 22 quloqlari. go'zallaridan quloqlari 22 sm bo'lsin deganlariga mana aka. Maşallah. Shunaqangi go'zallaridan bu baxsh hammamizga nasib qilsin aka. Bo'ylarini qarang, bo'ylarini bularni. Maşallah. Zo'rmi? Bittadan dahshatli layklarimizga arziydimi? Hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan go'zal layklarni bosib, podpishka qilib qo'yamiz. Biz sizlarga bularning ma'lumotlarini olamiz. Aka charchamayapsizmi o'zingiz? Salomatmisiz? Nech puldan baho aytyapsiz aka qo'chqorlarga? 15 milliondan. 15 million so'mdan baho aytilayotgan qo'chqorlarimiz. Bozor nech puldan qildi aka bularni? 10dan chicha oshirib. 10 million so'mdan chicha oshiqroq qildi. Bunisiga 1000 dollar bo'ldi. Buni zoti boshqacha. Nima degan zot aka buniki? Edilboy. Bu ham Qirg'izistonmi? Hammasi Qirg'iziston birga degani? Maşallah. O'zi necha yashardan qo'chqorlar aka bular? 3 yashar. Ikkalasi 3 yashar. Ular 4 yashar. Naslda olaman degan, urug'da olaman deganida, qo'chqorni baqaman deganiga mana aka. Xudo xolasa bulardan tushadigan bola, bulardan qoladigan zot go'zal bo'ladi. Bulardan ham chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Nima dedinglar? O'ziga o'xshagan asalidan qo'shsanglar qo'chqorni bolasi zo'r bo'laveradi, xudo xolasa. Sog'lig'i zo'r bo'lishi kerak bu yoq. Yo, o'zimiz o'zimizni hisob qo'chqorlarga, qo'ylarga qo'shadigan bo'lsak, hisob qo'ylardan ham shu qo'ylar bilan Aydilbaylar bilan allashib zo'r tushadi. Telefon raqamlarini aytib qo'yamizmi aka? 91lik 600 61 10 raqamiga qorakamizga aloqaga chiqasizlar mana. Xudo xolasa mana shunaqa go'zallaridan baqish, go'zallaridan quralariga qo'yib qo'yish nasib qilsa hammamizga akalar. Zo'r. Hali jaydarilardan so'raganlarga mana akalar. O'zimizni jaydari qo'ylar. Aka charchamayapsizmi o'zingiz? Nech puldan baho aytyapsiz aka? 7,5 million so'mdan baho aytyapti. Qayerda qo'ylar aka? O'zimiz Andijon shahar. Maşallah. Bozor nech puldan qildi aka bular? Necha yashar qo'ylar o'yin aka? Qo'zi tishda. Bittasi 2 yashar qo'yganlar qo'zi tishda. Telefon raqamlarimiz bormi aka? 88lik 420 124 25 52 raqamlariga faqat jaydari qo'ylarni ishqibozlari urug' olaman, nazl olaman deganlarga mana tavsiya akalar. Zo'rmi? Maşallah. Qo'yga qo'shganimi? Mana qo'yni yungini ham yuqa qilib olib bozorga tirsillatib olib chiqish nimaga nima yetsin, ha? Akalarimiz qaysi birlarga bo'lyapti bozor? Ikkoviga
13,5 veriyor. 13,5 million so'm ikkoviga beryapti. Maşallah. Dur. Bular ham sizdanmi, hoji buva? Ben mendan. Bu mana bu. 8,5 verishadi. Yo'qlar mendan. Sizlar ham hozir. Maşallah. Nech pul aytyapsiz bunisiga? 8,5 bo'lishi. Bo'lish 8,5 million so'm. Yana bitta endi katta qo'chqorlar tarafida shunaqangi yosh qo'chqor purish ukamiz. Gapirib qo'ying kameramizga bitta ukaxon. Nima deydi? Kuzatayotgan akalaringizga nima deysiz? Maşallah. Kommentariylarda yozib ketishsin siz haqingizda. Maşallah zo'r. Nech puldan aytyapsiz bahosini ukaxon? 9 million so'm. Bunisigachi? 11 million so'm aytyapsiz. Bunisini zoti nima degan zotdan? Edilbay. Edilbay. Bunisi? Arashan. Arashan qo'chqorimiz. Maşallah. Bozor nech puldan qildi? Bozor qilgan yo'q hali. Bozor qilgan yo'q hali. Zo'r. Qo'ydi uzunligini mana hurmatli kuzatuvchilar bitta ko'rib qo'yinglar. Go'zalmi? Yana shunaqalardan bor-a ukaxon? Mana ikkita turibdi. Bunalar ham sizlardan-a? Maşallah. Go'zal. Ular nech puldan bahosi? Bular 10 milliondan ikkovi. 10 million so'mdan. Telefon nomerlarini aytib qo'ying. 93lik 080 84 44 raqamlariga aloqaga chiqasiz. Maşallah. Zo'r. Qo'ylarga qo'shgani asal variantlarida, urug' olgani go'zal variantlari mana. Videodan dahshatli layklar bosib qo'yasiz ukaxonimiz uchun, xudo xolasa shunaqangi qo'ylarni, qo'chqorlarni zo'rlaridan mana. Nasl ishqibozlariga aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Urug' olib, ko'paytirib o'zim qo'ylarimga qo'shaman degan akalarimiz Jaydarisdan so'ragan Jaydarisdan, Sariqdan so'ragan Sariqdan. Arashan Edilbay deganiga mana. Zo'r. Bozori bersin. Nech puldan baho aytilyapti aka? 6,5 million so'mdan baho aytilayotgan. Necha oylik qo'chqorlar bular? Yoshiga to'lmagan qo'chqorimiz bunisi 2 yashar bo'lgan. Nech pulgacha dedinglar buni aka? 6,5 million so'mdan kami bor. Yana bormi shunaqa go'zallaridan aka? Oxirgisi, maşallah. Zo'r. Go'zal. Mana shunaqangi yana standartlaridan 5 bosh. Hozirda charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Assortimentlardan yig'ib qo'y. Suvatda bu yoqqa bu. Nech puldan baho aytyapsiz bularga? 6 million so'mdan kami bor. Bozor nech puldan qilyapti bularni? Maşallah zo'r. Telefon raqamlarimizni aytib qo'yamizmi? Aytmaymiz. Zo'r. Lekin O'zbekiston Chorva bozor, Andijon Chorva bozorida shunaqangi standart qo'ylar mana bahosi. Hurmatli kuzatuvchilar. Bittadan layklar bosib qo'yamiz. Hurmatli Oltin Chorva kanali kuzatuvchilari, nasllik qo'chqorlar, boqma qo'chqorlar tarafdagi videolarimiz shu yerlarda tugaydi. Keyingi videolarimizni bo'g'oz xunajinlar, ona bola sigirlar, yosh ko'chat novvoslar hamda boqma novvoslar qatoridan qilamiz. Xudo xolasa videolarimizni kuzatib turing, bittadan dahshatli layk bosib turing. Yomg'irlik nam pagodaga qaramasdan xudo xolasa sizlarga videolarimizni go'zallaridan, chiroylilaridan ko'rsatib, arzon joylaridan, baraka bo'lgan joylardan ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Sizlar layklar bosib kuzatib turasizlar.